بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم aziz jamoat Alloh bosgan qadamlarimizga ajr va hasanat yozsin. Bugungi juma ma'ruzamiz hikmatning boshi Allohdan qo'rqish deb nomlanadi. Hammamizga ma'lum dinimizda Alloh taolo bizni bir qancha amallarga buyurgan, bir qancha gunohlardan, ma'siyatlardan qaytargan. Shularning ichida mo'minni eng muhim xislatlardan biri sanaladigan Allohdan qo'rqish, taqvo xislati alohida o'rin tutadi. Chunki bu sifat odam bolasini avvaliyu oxiri mana shu ishga buyurilgan hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib shunday deydi: Astaizu billah va laqad vassayna utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh. Batahqiq sizdan oldin kitob berilganlarga ham, sizga ham Allohga taqvo qilinglar deb vasiyat qildik deyiladi. Ya'ni inson bolasi borki, hammasiga Allohga taqvo qilishlik buyurilgan. Shu bilan birgalikda Qur'oni Karimda mo'min musulmonlarga bu dunyoda haqiqiy Allohga taqvo qilishlik va mo'min musulmon hollarda o'tishliklari aytilgan, buyurilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanuttaqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo ila taqvo qiling va faqat musulmon holingizda bu dunyodan o'ting. Oyat karimada Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu, ya'ni Alloh va uning rasuliga iymon keltirgan zotlar deb siz bilan bizga xitob qilyapti va o'ziga haqiqiy ma'noda taqvo qilishlikka buyuryapti. Mashhur sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haqiqiy taqvo haqida shunday degan ekanlar: Allohga itoat etib isyon etmaslik, uni eslash va unutmaslik, unga doimo shukr qilib kufrga ketmaslik deb ta'riflagan ekanlar. Demak, musulmon kishi haqiqiy taqvo qilaman desa, ana shu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni tavsiyalariga amal qilishlik kerak. Allohga doimo itoatda bo'lishlik kerak. Alloh asrasin isyonga ketmasligi kerak. Alloh taoloni doimo yodida tutishi kerak. Esidan chiqarmasligi kerak. Va bergan ne'matlariga shukrni ado qilib, kufrga hech ham qo'l urmasligi yoki kufr qilmasligi kerak bo'ladi. Albatta, Allohga taqvo qilish hamma yaxshiliklarning kaliti, najotning eshigi va bizga vasiyat qilingan ishlarning eng muhimi hisoblanadi. Qur'oni Karimda taqvo so'zidan olingan, ya'ni taqvo o'zagidan yasalgan kalimalarning soni 43 ta ekan. Taqvo so'zi lug'atda saqlanish, shariatda esa Allohga ibodat qilish orqali uning azobidan saqlanish shariatni ta'rifida ana shunday bayon qilingan. Ibodatdagi taqvo nima bo'ladi desa, amallarni ixlos bilan bajarish bo'ladi. Gunohlarga, ya'ni gunohlardan taqvo qilish nima bo'ladi desa, gunohlarni tark qilish va ulardan ehtiyot bo'lish bilan amalga oshiriladi. Albatta, taqvo, Allohga taqvo qilishlik insonni yaxshilikka va to'g'rilikka yo'llaydi. Shu bilan birgalikda kishi taqvosi sababidan ilm, fahm, farosat va basirat, ya'ni qalb ko'zini ochilishiga erishadi. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday marhamat qiladi:
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga taqvo qilsangiz, sizga haqni botildan ajratuvchi furqon beradi. Sizning gunohlaringizni yuvib mag'firat qiladi. Alloh ulug' fazl egasidir. Ya'ni Alloh taolo bu oyat karimada siz bilan bizga taqvodor kishiga Alloh taolo haqni botildan, yaxshini yomondan ajratadigan, farqlaydigan hidoyat, nur berishligini bayon qilyapti. Shu bilan birgalikda taqvodor insonni gunohlarini kechishligi, mag'firat qilishligini bayon qilyapti. Albatta bu eng katta yutuq. Musulmon kishini doimo hayolidagi, dunyo va oxiratdagi maqsadi ana shu Alloh taoloning rizoligi, uni mag'firatiga noil bo'lishlik. Eng katta yutuq mana shu. Taqvo shunga sabab bo'lar ekan. Va Alloh taolo boshqa ne'matlarni ham, boshqa yaxshiliklarni ham taqvodor insonlarga doimo ziyodasi bilan ato qilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotimizning hamma jabhasida Allohga taqvo qilishlikka buyurganlar. Ya'ni Allohga itoat qilishlikka, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlikka targ'ib qilganlar. Mana shu targ'iblarni jumlasidan avvalo ishboshilar va rahbarlarga itoat qilishlik ham taqvodan hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda usikum bi taqvallohi was sam'i wat ta'a va in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera. Allohga taqvo qilingiz va rahbarlarga quloq tutib itoat etishingizni vasiyat qilaman. Allohga taqvo qilishni va rahbarlaringizga quloq tutib itoat etishingizni tavsiya qilaman, vasiyat qilaman. Agarchi sizga bir qulni rahbar qilinsa ham itoat qiling. Sizdan kim uzoq yashasa ko'p ixtiloflarni ko'radi deb marhamat qildilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Imom Abu Dovud, Imom Termiziylar sunanlarida rivoyat qilishgan. Ya'ni bu hadis sharifdan ko'rinib turibdiki, rahbarlarga itoatsizlik kelajakda ko'p ixtiloflarga sabab bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sizlardan uzoq umr ko'rganlaringiz ko'plab ixtiloflarni ko'radilar deganlari shunga ishora bo'ladi. Islom tarixini ko'radigan bo'lsak ham rahbarga itoatsizlikdan musulmonlar birinchi zarbani yeyishgan. Zarbaga uchrashgan. Uhud tog'ida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kamonchilarga Uhudni lozim tutishlikni buyurdilar. Qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin ana o'sha paytda rahbarning aytganiga itoat qilinmaganligi sababi musulmonlar islom tarixida birinchi zarbaga uchrashdi. Albatta Uhud jangida shahidlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Jang to'laligicha mag'lub bo'lib yutqizilmasa ham birinchi zarbaga sabab bo'ldi ana shu narsa. Demak, rahbarlarga doimo itoatli bo'lishlik kerak. Albatta itoat deganda shariatning doirasidagi amrlari nazarda tutiladi har doim. Bugungi kunda mana shu rahbarlarga itoat borasida bizda ham ba'zi bir kamchiliklar bor. Xususan mana shu narsani paydan bo'lgan insonlar ham bor. Doimo qanaqadir muammolarni, qanaqadir bir ko'ngilsiz narsalarni gapirib, xalq bilan rahbarlar o'rtasidagi munosabatni buzilishiga sabab bo'ladigan insonlar bor. Bu narsada albatta ehtiyot bo'lish kerak. Bu narsa fitnaga aylanib, katta muammolarga aylanib ketish ehtimoli bor. Bo'lib ham bugungi kunda hammamiz ko'rib turibmiz fitnalarni qanaqa urchiganini. Fitna qilish juda oson bo'lib ketdi. Uning uchun birov bizni ichimizga kelishi ham shart emas. Bu axborot vositalarining rivojlanishi ham yaxshilikka, ham mana shunday ishlarga katta imkoniyat ochib beryapti. Demak, mana shunaqa narsaga uchraganimizda albatta bu dinimizning asosiy qoidalari, taqvo va hikmatga zid ekanligini yodimizda tutishligimiz kerak. Bu haqida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasul hikmati taqvolloh dedilar. Ya'ni hikmatning boshi Allohdan qo'rqishdir dedilar.
Allohdan qo'rqilgan ishda har bittasida inshaalloh hikmat bo'ladi degan. Ikkinchi masala, oilaviy munosabatlarda bag'ri keng bo'lish, oilani saqlab qolishga harakat qilish ham taqvodan hisoblanar ekan. Anas ibn Molik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Zayd ibn Horisa ayollardan shikoyat qilib Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ittaqillaha va amsik alayka zawjak. Allohga taqvo qil, ayolingni o'zingda ushlab qol deb buyurdilar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Demak, ayollar borasida ham taqvo qilishlikka, oilada bag'ri keng bo'lishlikka buyurilganmiz. Boshqa bir hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ittaqulloha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar, chunki siz ularni Allohning himoyasi bilan oldingiz deb marhamat qiladilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Demak, ayollar bilan oiladagi munosabatda taqvo ham yaxshilikka sabab bo'ladi. Uchinchisi, farzandlarning o'rtasida adolat qilishlik. Ularni moddiy va ma'naviy tomondan teng ko'rishlik ham taqvo hisoblanadi. Bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ittaqulloh wa'dilu bayna awladikum. Allohga taqvo qilinglar, farzandlaringiz orasida adolatli bo'linglar deb marhamat qildilar. Muttafaqun alayhi hadis. Farzandlarning o'rtasida adolat qilmaslik ota-onaning vafotidan keyin ana shu tug'ishganlarning orasida muammo kelib chiqishiga sabab bo'lib qoladi ba'zi bir holatlarda. Mol mulk talashib, meros talashib ota-onasidan keyin yuz ko'rmas bo'lib ketishligiga sabab bo'lib qoladi. Tiriklik vaqtida adolat qilmasa. Alloh taolo Yunus surasida taqvodorlar o'zining do'stlari ekanligini bayon qilib, shunday deb marhamat qiladi. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun alladhina amanu va kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huval fawzul azim. Ogoh bo'ling, kim Allohning do'stlariga xavf yo'qdir va ular xafa ham bo'lmaslar. Ular iymon keltirganlar va taqvo qilganlardir. Ularga hayoti dunyoda ham oxiratda ham xushxabar bor. Allohning so'zlarini o'zgartirish yo'q. Ana o'sha ulug' yutuqdir. Ya'ni bu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki, Allohga iymon keltirgan va unga taqvo qilgan insonlar Allohning do'stlari bo'lishadi. Ana shunday sharafga noil bo'lishadi. Va ular uchun bu dunyoda ham oxiratda ham xushxabar bo'ladi. Ana shu xushxabar nima bo'ladi desak, bu ulug' yutuq, Alloh taoloning azobidan qutulish va rahmatiga erishish bo'ladi. Endi to'rtinchisi, taqvo borasidagi tavsiyalardan to'rtinchisi, chiroyli xulq bilan sifatlanish ham taqvodir. Bu haqda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anha onamizga nasihat qilib shunday deganlar: "Ya Aishatu, alayka bi taqvallohi var rifq, fa innar rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zanah, va lam yunza' min shay'in qattu illa shanah." Ey Oysha, Allohga taqvo qilish va muloyimlikni o'zingga lozim tut. Chunki muloyimlik qaysi bir narsada bo'lsa, uni bezaydi. Qaysi bir narsadan tortib olinsa, sug'urib olinsa, uni aybli qiladi, dedilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Albatta Alloh taolo taqvodor bandalarni oxiratda ham go'zal mukofotlaydi. Ularga go'zal mukofotlarni tayyorlab qo'ygan. Bu haqida o'zi marhamat qilib, masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatlarning misoli budir. Ostidan anhorlar oqadi, mevalari va soyalari doimiydir. Bu taqvo qilganlarning oqibatidir. Kofirlarning oqibati esa do'zaxdir. Alloh taolo albatta taqvodorlarga jannatdagi mukofotlarni va'da qilgan va Alloh va'dasiga xilof qilmaydigan zot hisoblanadi. Shu bilan birgalikda oyat karimada ana shu mukofotlarni, jannatdagi mukofotlarni o'zi vasf qilib, u bog'roqlar orasidan anhor oqib turadigan, u yerdagi mevalar doimiy, ya'ni tugab qolmaydi.
har doim mevalari bo'ladi. Va soyalariga quyosh ta'sir qilib, soyalari u yoq bu yoqqa ketib qolmaydigan joy deb vasf qiladi. Ya'ni jannat ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, bandani hayoliga kelmagan narsalar bo'ladi aslida. Bu vasflar albatta siz bilan bizni, ya'ni zehnimizga ana shu ne'matlarni yaqinlashtirish uchun aytilgan gaplar hisoblanadi asosan. 5-masala halol kasb qilish ham taqvo hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda inna ruhal qudusi qad nafasa fi ru'i annaha lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha va ajalaha fattaqulloha va ajmilu fit talab. Albatta ruhul qudus Jabroil qalbimga soldiki, hech bir nafs ajali yetmasdan va rizqini to'liq olmasdan vafot etmaydi. Bas Allohga taqvo qiling va halol rizq talabini chiroyli qiling dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Abu Nuaym rivoyat qilganlar. Shu bilan birgalikda Zariyat surasida taqvodorlarning sifatlari yanada batafsil zikr qilinadi. Alloh taolo innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum robbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Albatta taqvodorlar jannatlar va buloqlardadirlar. Robbalari bergan narsalarni oluvchidirlar. Chunki ular bundan oldin ihson qiluvchilardan bo'lganlardir. Ular kechalari oz uxlar edilar va ular saharlarda istig'for aytar edilar. Va mol va mulklarida so'rovchi va bechoralarning haqqi bordir deydi. Demak, taqvodor insonlar jannatda, buloqlarning oldida Allohning bergan mukofotlarning ichida bo'ladilar. Bu ana shu ulardagi sifatlar tufaylidir. Ya'ni Alloh bergan narsalarni oluvchi edilar, buyurganlariga yuruvchi, qaytarganlardan qaytuvchi edilar. Va ular ihson qiladigan insonlar edi. Kechasi oz uxlab, sahar tonglarda Allohga istig'for aytadigan bandalar edilar. Biz ham taqvodor bo'lamiz desak, mana shu sifatlar bilan sifatlanishligimiz kerak bo'ladi. 6-si taqvo odamlarning Alloh taolo huzuridagi martabasini belgilaydigan mezon hisoblanadi. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallohi atqakum innalloha alimun khabir. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishlaringiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta Allohning huzurida eng karamliligingiz eng taqvodoringizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir deydi. Demak, Allohning oldidagi insonning martabasi uni taqvosi bilan belgilanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda ham buni ko'p marta bayon qilganlar. Arabiyni ajamiydan, qizilni oqdan farqi yo'q. Modomiki faqatgina taqvo bilan deydilar. Ya'ni musulmon bandalarning ichida ularni fazilatini va ularni martabasini belgilaydigan narsa taqvo hisoblanadi. Millat, badanini rangi, tilini farqi hech qanday bir ta'sir qilmaydi. Bugun yer yuzida milliardlab odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarning hammasini martabasi, ularning taqvosi asosida Allohning huzurida martabasi ro'yobga chiqadi. Taqvo deganda albatta har bir amalda Allohdan qo'rqish nazarda tutiladi. Mana shu ishlardan muhimlardan biri insonlarni, xalqni, jamiyatni haqqidan qo'rqishlik hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyatni haqqini botil yo'l bilan yeyishlik eng keng tarqalgan muammolardan biriga aylanib qoldi. Xalqning mulkini o'zlashtirish, jamiyat uchun zarur bo'lgan to'lovlarni, soliqlarni vaqtida bajarmaslik, yashirin iqtisodiyot kabi masalalar
ana shu Allohga ko'pchilikni haqqidan qo'rqish borasida qo'yilayotgan kamchiliklardan hisoblanadi. Bu narsani ko'pchilik anglamasligi mumkin. Ya'ni bu qilinayotgan ishlar xalqqa, musulmonlarga katta zarar yetkazayotganligini ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Lekin hisob kitoblarga qaraladigan bo'lsa, oxirgi yillarda yashirin iqtisodiyot sababli davlatni byudjeti 30 trillion so'm zarar ko'ribdi. Ya'ni bu juda katta narsa, juda katta narsa. Har bitta qilayotgan odam o'zinikini kichkina sanashi mumkin, lekin bu narsa to'planib juda katta narsaga aylanib ketadi. Bu mablag' nima bo'lishi mumkin edi? Bu mablag' maktab, bog'cha, shifoxona qurilishiga, obod bo'lishligiga yurtni, nogironlar, ehtiyojmandlarga nafaqa, moddiy yordam bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun bunaqa ishlarda, mas'uliyatlarda musulmon kishi sergak bo'lish kerak. Birovni haqqidan hazar qilishligi kerak. Shu bilan birgalikda o'zimiz ishlatib turgan Alloh bergan ne'matlar, elektr energiyasi, gaz, suv to'lovlarini ham vaqtida ado qilishligimiz kerak. Bu narsalar ne'mat. Yarim soatga elektr o'chib qolsa, holimiz nima bo'lishligini o'zimiz bilamiz. Alloh bizga shu ne'matni berib qo'ydimi, uni haqqini go'zal ado qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu ishlarda bahona qilib, har xil vajlarni qilib to'lovlarni amalga oshirmaslik musulmon kishiga yarashadigan holat emas. Xususan bu narsalarning bir qismi ana shu xalqni ichidagi ehtiyojmandlarni haqqi egalligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shu bilan birgalikda oddiy fuqaro sifatidagi mas'uliyatimiz bilan birgalikda mansabdor, bizning ishimizda davlatning xizmatida ishlaydigan azizlarimiz bor, aka-ukalarimiz bu yerda. Ularga ham eslatib o'tamizki, mana shu xalqni xizmatida turgan, mas'uliyatda turgan odamlar o'zini mas'uliyatlariga yaxshi e'tibor berishliklari kerak. Mas'uliyatlarda kamchiliklar ana shu xalqni haqqiga zarar yetkazish ehtimoli bor. Chunki bu narsalar hammasi jamiyatni, xalqni mulki hisoblanadi. Bu yurtimizda yashab turgan hamma insonning haqqi hisoblanadi. Xususan ehtiyojmand oila, nogiron, yetimlarni, keksalarning haqqi bor. Shuning uchun e'tiborli bo'lishligimiz, vazifalarimizni go'zal ado qilmoqligimiz, unda bir bee'tibor bo'lib, bepisand bo'lishligimiz ana shunday narsalarga sabab bo'lib qolishligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu haqida Havla binti Amr radhiyallohu anha hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlarini rivoyat qiladilar. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqq falahumun naru yawmal qiyamah. Ba'zi bir odamlar Allohning mulki, jamoat pullariga xiyonat qiladilar. Qiyomat kuni ular jahannamga ravona bo'lishadi deydilar. Alloh asrasin. Ko'pmi, ozmi e'tiborli bo'lishlik kerak. Chunki bu hammasi hisob kitobli narsa, bilasizlar. Bu dunyo hammasi hisob kitobli. Oxiratda zarracha narsaga ham Alloh taolo hisob kitob qiladi. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu narsani doimo zehnimizda tutishligimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh qattiq ogohlantirib, ey iymon keltirganlar, bir-birlaringizni, mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar deb siz bilan bizni ogohlantirgan. Xalqimizda azaldan halollik fazilat sifatida qadrlanib kelgan. Bu fazilat barcha sohaga fayz, baraka, farovonlik olib keladi. Bu tajribadan, hayotdan ma'lum hammamizga. Shu bois har bir inson bu narsaga e'tiborli bo'lishlik kerak. Xususan bugungi kunda halollik vaksinasi degan bir ibora ishlatilyapti. Muhtaram prezidentimiz ham bu narsani gapirib o'tyaptilar. Ana shu bilan har bir inson emlanishi kerak. Bu nima bilan bo'ladi? Qonun qoidalarga amal qilishlik bilan va islom dinining ta'limotlariga mos ravishda hayot kechirish orqali amalga oshiriladi. Qonun qoidalar muhim hisoblanadi bu borada. Lekin qonun qoidalarning o'zi har doim ham kifoya qilmaydi. Shuning uchun shariatni qonun qoidalariga, dinning ta'limotlariga ham amal qilishligimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Allohdan qo'rqish, taqvo qilish hissini insonlarda tarbiyalash kerak bo'ladi. Biz o'zimizda bu hislatlarni
o'zimizni o'zimiz isloh qilib tarbiyalash bilan birgalikda bu yerdagi hammalarimiz deyarli oila boshliqlari hisoblanamiz. Oilamiz oldidagi vazifamiz ham ularni ana shunday qilib farzandlarimizni, ahli ayollarimizni ta'lim tarbiya berishlik bizning zimmamizdagi burchimiz, omonat hisoblanadi. Buni ixlos bilan ado qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Farzandlarimizni iymon e'tiqodli, yaxshini yomondan, halolni haromdan ajratadigan qilib tarbiya qilishligimiz kelajakda ularda ana shu Allohdan qo'rqish, taqvo hissini, malakasini hosil bo'lishligiga asos bo'ladi. Tarbiya, ta'lim borasida albatta farzandlarimizga o'zimiz birinchi o'rnak bo'lishligimiz kerak. Biz gapimiz boshqa, ishimiz boshqa bo'ladigan bo'lsa, u gapirgan gapimizni, bergan ta'limimizni, tarbiyamizni foydasi bo'lmaydi. O'zimiz bu narsaga amal qilib, bolalarni yoshligidan halol hayot kechirishlikka, Allohdan qo'rqishlikka, Alloh taolo doimo ko'rib turganligini his qilish bilan voyaga yetishligiga harakat qilishligimiz kerak. Farzandlarimizni yoshligidan ilmga muhabbatli qilishligimiz kerak, mehnat qilishga o'rgatishligimiz kerak. Ne'matlarni qadriga yetishligini o'zimizni misolimizda bir ko'rsatib, ularga ta'lim berishligimiz kerak. Shunda farzandlarimiz inshaalloh odobli, ilm ma'rifatli, xalqqa sadoqatli, musulmonlarga foydasi tegadigan insonlar bo'lib voyaga yetishliklari inshaalloh ro'yobga chiqadi. Albatta bu borada onalarni, ya'ni ahli ayollarimizni o'rinlari beqiyos. Erkak kishi ko'chada ko'proq yuradi, lekin ona farzandi tarbiyasida doimo birga bo'ladigan inson. Shuning uchun ayollarimizni salohiyatli, ta'lim tarbiyali bo'lishligi farzandlarimizni ta'lim tarbiyali bo'lishligida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda qizlarimizni tarbiyasiga ham alohida e'tibor berishligimiz kerak, chunki kelajakda ular ona bo'lishadi. Mana shu ummatni farzandlarini tarbiya qiladigan asosiy insonlar bo'lishadi. O'g'il boladan ko'ra qiz bolaga ko'proq e'tibor berish kerak, chunki qiz bola o'g'il bolaga o'xshab o'zi borib bir narsani o'qishligi, bir ishni amalga oshirishligi odatda qiyin bo'ladi. Qiz bola doimo ko'makka muhtoj bo'ladi, himoyaga muhtoj bo'ladi va chiroyli muomalaga muhtoj bo'ladi. Ahli ayollarimiz qizlarimizni ta'lim tarbiyasi uchun imkon darajasida sharoit yaratib, ularning hojatlarini qondirish bizlarni hammamizni ota sifatida, oila boshlig'i sifatidagi vazifamiz hisoblanadi. Inshaalloh ular ta'lim tarbiyali, axloqli, odobli, diyonatli bo'lishadigan bo'lsa, kelajak avlod ham ana shunday tarbiya topadi. Shuningdek, bugungi kunda mana suhbatning boshida ham aytib o'tdik, axborot texnologiyalari vositalari juda rivojlanib ketdi. Bugungi kunda axborot vositalarisiz hayotimizni tasavvur qilish juda qiyin bo'lib qoldi. Demak, farzandlarimizni ham mana shu sohalarga yo'naltirishligimiz kerak. Chunki jamiyatni, musulmonlarni bu sohadagi ehtiyojlarini qondiradigan, ehtiyojlarini qoplaydigan mutaxassislarni yetkazib chiqarishlik butun musulmon jamiyatini vazifasi hisoblanadi. Musulmon jamiyatini gardanidagi farzi kifoya bo'ladi. Bir qancha insonlar shuni amalga oshirsa, butun jamiyatdan soqit bo'ladi. Agar hamma beparvo bo'lib, kamchilikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, butun jamiyat gunohkor bo'lib qoladi, Alloh asrasin. Shuning uchun bugungi kunga mana IT deymiz, axborot texnologiyalari, xususan sun'iy intellekt degan narsa bugungi kunda juda rivojlandi. Davlatlar juda katta mablag'larni ajratib, buni rivojlantirishga harakat qilishyapti. Chunki borib oddiy bir do'konni yoki bir boshqa joyni boshqaruvi ham mana shu narsaga o'tib ketish ehtimoli juda katta. Bugungi kunda katta tizimlar, masalan transport qatnovlari ham bugungi kunda mana sekin-sekin mana shu sun'iy intellekt boshqaruviga o'tkazilyapti. Bu degani dunyoni asosiy ana shu xizmat sohasidagi yo'nalishlarini sun'iy intellekt ertaga qoplab olib boshqaradi degani. Rivojlanishni asosi mana shu narsada bo'ladi. Bu sohada o'zimizga yetarli bo'lgan, o'zimizning hojatimizni qoplaydigan mutaxassislarni yetkazib chiqarishligimiz hammamizni vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda davr talabidagi mana shunday kasblar, yo'nalishlar bor, ularning hammasida musulmon, e'tiqodli, ummatning g'abi bor insonni tarbiyalashlik
hammamizni vazifamiz hisoblanadi. U ana shu axborot texnologiyasida zo'r bo'lib ketsa, axloqi bo'lmasa ham undan manfaat kelmaydi. Allohdan qo'rqadigan banda bo'lmasa, undan foydadan ko'ra zarar ko'p tegish ehtimoli bor. Shuning uchun avval tarbiya turadi. Odob, axloq, iymon, e'tiqod, keyin undan keyin ilm bo'ladi. Odobli, axloqli, iymonli, e'tiqodli inson ilm olsa, ana shu ilm inshaalloh manfaatli bo'ladi. Bugungi mavzuimiz bo'lgan Allohdan qo'rq. Alloh taolo hammalarimizga o'ziga taqvo qilishlikni nasib qilsin. Farzandlarimizni ham taqvo asosida tarbiyalashda o'zi yordamchi bo'lsin. Salaf solihlarimizga o'xshab taqvoda namuna bo'ladigan bandalar qatorida bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. O'tganlarimizni, ulug'larimizni, salaf solihlarimizni Alloh taolo rahmatiga olsin. Qolganlarimizni ularni hayotlaridagi namunalardan, hayotlaridagi ibratlardan ibratlanishligimizni Alloh muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.